Hamma 16 ming, 17 mingga qora Gentra olib minayotgan bir paytda men sizlarga qora Gentrani puliga Malibu 2-4 topib qo'ydim. Mashina rangi jemchug, 4 ta yangi balon, tonirovka maqsadlari, hamma narsasi bor. Xullas minishga tayyor mashina. Old orqasi Premier marka qilingan, orqaga Premier stoplar. Mashinaga metan ham uстановka qilingan ekan. Salon holatlarini ko'rsatadigan bo'lsam, mana. Undan ko'ra baho beringlar, baribir Malibu-da. Gentra olib 16 ming, 17 mingga Malibu bor qo'ysangiz bunaqa bo'lib qolmaydi-yu. 91 ming kilometr bosib masofani bosib o'tgan. Torpedkalar, obshivkalar ba'atli bo'lib turibdi. Tashqari qimmat chexol, qimmat elekor poliklardan qo'yib qo'yilgan. Mana bu chexol narxini bilgan biladi. Motor hadovoylarda umuman ishi yo'q deyapti. Mana motor holatlari. Ko'ring, tekshirib oling. Mana shu ikkita ish ichasida petna bor deyapti ustalaringizga ko'rsatib tekshirib olasizlar. Probeglarga ham javob berishdi. Mashinamizning narxi 18.600 bo'lsa berib yuboramiz. Telefon qilib yana egalari bilan gaplashsanglar bo'ladi.